you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away.
kelin keldi yor yor. Kuyov to'la bilsangiz, beklari beki yor yor. Belidagi belbog'i, mardlarniki yor yor. Xush kelibsizlar kelin-kuyovlar davramizga. To'ylaringiz qutlug' muborak bo'lsin. Aziz do'stlarim, albatta an'anamizga ko'ra to'yimizni kelin salom bilan boshlamoqchimiz. Sizlardan iltimos, mana shu turishlaringizdan turingizlar, o'rtaga hech kim kirib ketmasin. Qani yigitlar, boshladik. Jahongir degan bitta akasi bor ekan. Tog'ajonlari, qayin akalari, qayin ukalari hamda jizajonlari sizga salom yor. Sizga salom yor.
Deydamadim Alp Bey sizin için bizim gelinimizin selamını kabul edin. Qara kelinimiz bitta elab ta'zim qiling. Baxtli bo'ling, qo'shiq qarang. Bugun mana shu kelinimiz Fatimaxonning davramizda qatnashib turgan butun qavm qarindoshlari akajonlariga bitta ajoyib ta'zim bo'lsin Fatimaxon. Ha, yashang. To'ylar muborak bo'lsin deb qo'yamizdan davom etamiz. Akalar omon bo'ling. Rahmat sizlarga. Omon bo'ling, to'ylar muborak bo'lsin. Salomat muborak bo'lsin Fatimaxonning akalaridan bitta qarsaklar bo'lsin. Rahmat akajonlarim. To'ylaringizda yaxshi kunlaringiz qaytsin. Yigitlarning sardori, kelinimizning xaridori, kelin salom qiladi, ibodatning qiladi. Bugun mana kuyovlik libosi o'ziga yarashib turgan saharqiroq tukamiz uchun, kuyov turamiz uchun bitta kelin salom qarsaklar bilan. Yashang, baxtli bo'ling saharqiroq kelinimiz bilan. Qo'sha qaranglar. Serfarzand bo'linglar deb aziz do'stlar, barcha to'yga kelgan mehmonlarimiz xush kelibsizlar, xushvaqt bo'linglar deb endi kelin kuyovlarimizni davramiz o'rtasiga valsga chorlab qolamiz. Marhamat. Güzel gecelerinde ay ham to'lin to'lin sevgi azonlari buncha shirin shirin. Güzel gecelerinde ay ham to'lin to'lin sevgi azonlari buncha shirin shirin. Tomdim tamchiladim
Aziz do'stlar, bugun 2023 yilning 1-iyul kuni Turkiya davlatining Istanbul shahrida Klas Düğün salonida bo'layotgan Sahat Murod bilan Fatimaning baxt to'ylarini ochiq deb e'lon qilamiz. Bunday qarsaklar bilan keling, jo'nada o'tirishlarimizni kutamiz. Bugun sizlar uchun, elimiz, xalqimiz uchun Istanbul shahri bo'ylab o'zining xushovoz ovozi bilan elimizga, xalqimizga xizmat qilib kelayotgan san'atkor ukamiz Shobahram Umbarov xizmatingizda bo'ladi. Hamda shuning bilan birgalikda Shobahram Umbarovning ijodiy guruhi hamda bizning sevimli san'atkor ukamiz Serdarjon Musulmonqulov Izzatbek bilan birgalikda men sizlar uchun xizmat qilamiz. Operatorlarimiz Bahram Production studiyasi, Madin Media studiyasi Rashid akamiz hamda Dumon organizatsion Ramon akamiz sizlarning xizmatlaringizda. Hammamizga omad, sizlarga esa yoqimli ishlar tilaymizda. Qo'shiq navbatini Serdarjon Musulmonqulovga yo'llaymiz. Marhamat. Qarindoshlar, Sahat Murod ukam to'ylari muborak bo'lsin. Baxtli bo'l ukam. Nima deymiz? Sahat Murodning armiyasi o'ralganini talablariga binoan tashrif to'yga qo'ldan kelgancha xizmat qilib beramiz. Ko'rchuk qadrga ashiramiz bor.
qolamiz. Aziz do'stlar, qo'shiqlarimiz bilan to'yimizni davom ettiramiz. Barchalaringizni muvaffaqiyat tilaymiz. Yangasa qo'shiqlar o'ynasin do'stlar. Sevgidan o'tib qo'ygan yuraklar jo'shadi. Oh, qanday chiroyli, oh, qanday go'zal. Kuylasa san'atkor, o'ynasin do'stlar. Sevgi
Maşallah. Maşallah. Девушка, девушка, скажи, где твоя подружка? Я сколько лет искал тебя, давай выходи за меня. Ай-яй-яй-яй, девушка, скажи, где твоя подружка? Я сколько лет искал тебя, давай выходи за меня.
Yüzüme yağmur,
qo'shig'imizda Gulmira yangamiz uchun ijro etaman. Marhamat tavba. To'yimizni davom ettiramiz azizlar. İnson qilib yaratgan Allohga ming rahmat. Ummatim deb ol Rasuldir Muhammad. Ikki yoshga, ikki gulga, ikki dilga oltin baxt biz tilaymiz Allohdan mangu bitmas muhabbat. Hurmatli mehmonlar, mana endi asta-sekin dahnimizga, an'anamizga ko'ra prizlar kelib tushmoqda. Bugun esa mana shu to'yda o'zlarining xizmatlarini ayamagan, yig'ib-yig'ib xizmat qilgan mehmon va mezbonlarimiz bor. Hozir men ismlarini o'qisam, ushbu mehmonlarimizga to'ydan to'yona sarfolar topshirmoqchimiz. Kiyovdira Saxovatning muhabbat opasi, Feruza opasi, Xalida opasi, Nazira xolasi, Nargiza xolasi, Zaynab opasi, Junabi
Muhriddin tog'asi, Xalmush tog'asi hamda Dinara kelinlarini bir davraga taklif etsak azizlar. Marhamat, ismlari tutilgan mehmonlar kelib sarfalaringizni olib ketsalaringiz. Shabaqdan bitta ajoyib so'z bo'lsa mehmonlar. Ismlari tutilib, mana shu yerga kelib sarfolani olmaganlar kelib albatta olib ketingizlar. Iltimos sizlardan. Hozir esa davramizga priz olish uchun Omangul opamizni, Almaxon opamizni, Mastura opamizni, Aronay opamizni o'rtaga taklif qilsak, marhamat, to'ydan to'yona prizlaringizni olib ketsalaringiz. Mana shu Saxon Murodning onajonisining dugonalari Mastura opamiz, Almaxon opamiz, Aronay opamiz, Omangul opamiz har keling, sizlarga taklif qilamiz. Omangul opam, keling. Barcha mana shu priz olgan mehmonlarimiz, prizlaringiz muborak bo'lsin. Doimo mana shunday to'ylarda, davralarda o'ynab yurish sizlarga nasib etsin deb qolamiz. Tabrik so'ziga chiqadigan mehmonlarimiz bor bo'lsa, kelib ismlaringizni yozdirib ketishlaringizni so'raymiz. Xudoqaylardan tabriklaydiganlar bor bo'lsa, marhamat kelingizlar. Gulxon opamiz bormiramizlar. Agar Gulxon opa ketib qolmagan bo'lsa, Gulxon opamizdan albatta ikki og'iz shirin so'z kutib qolamiz. Tashqi qalblar zavqqa to'lib, qora ko'zlar cho'mdigan. Bir-biriga orom baxsh bermagan dilsiz kimsa yo'q bugun. Biz yuzma-yuz turar ekanmiz. Shunday go'zal dam bilan qutlagaymiz sizlarni bugungi to'ylaringiz bilan. Albatta, mana bugun Saxon Murodjon, Fatimaxon kelinimiz, sizlarga baxt va omad tilaymiz. Bugun Saxon Murodjonning marhamatli onajonlarini hurmatlab kelgan dugonalari sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Albatta sizlarni ko'rib ushbu oqshom opajonimizning ruhlari shod bo'lib doimo to'ylarda qatnashib turingizlar. Barcha aziz mehmonlarimiz, sizlarga hammalaringizni o'rtaga taklif qilamizda biz asta-sekin
kelinimizning dugonalari bizni tabrik so'ziga yozmabsiz deb qolmanglar, albatta vaqtida kelib yozilib ketishlaringizni so'raymiz. O'yna go'zal, o'yna dilrabo, sen o'ynasang o'ynaydi sado, sen o'ynasang o'ynaydi gullar, muhabbatga bemagan parvo. O'yna o'yna ey sohib jamol, qo'shib qo'y chiroy bola o'yna. O'yna go'zal, o'yna dilrabo, senga Xudoy dil uchun bor.
Hoşum kütəbirdir or Havasam kız Yoyana çal Tiyarında Nefaklar Bacavanın Hayda kaldı Mahların Kükmerde kaldı
rahmat. Mana shu davramizni to'ldirib o'ynab turgan aziz mehmonlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Ilohi qonlaringizni art ko'rmasin. Endi aziz do'stlarim, bugun mana Kiyovtura Safatmurod akamizni hurmatlab kelgan ish arkadoshlari Anatoliya Siga shirkati nomidan Suyundik akasini hurmat bilan to'y mikrofonimizga taklif etamiz. Qani marhamat, Suyundik mehmonimiz davramizda bo'lsangiz, keling, tabrik so'zi sizga. Safatmurod akamizning ish o'rtoqlari, ish arkadoshlari mikrofona da'vat ediyoruz. Suyundik akamizmi, mana shu mehmonimiz mikrofonga kelsin. Har bir joyda azizdir mehmon. Mehmonni mezbondan judo etmasin. Yaxshi niyat bilan yozdik dasturxon, qadam yetgan joyga balo yotmasin. Suyundik keling marhamat. Siz sizda. Akam Safatmurod, to'yimiz Fatima, dasturxon, videosi ish to'ylardan dasturxon qo'ydik. Boqiman, kelin-kuyovni o'rta tartib qilsak, Shohjahon aka sizdan shu qilsak. Anatoliya ishqalaridan o'rta qilsak, tartib qilsak, o'ynasak. Ay, молодец, Suyundik, sog' bo'ling. Safatmurod bilan kelinimizni o'rtaga taklif etamiz. Mana shu ishkar o'rtoqlari tomonidan, akalari, do'stlari tomonidan atalgan sovg'a-salomlarni topshiramiz. Bitta ajoyib so'zimiz. Yoshligimga hakim keladi. Yoshligimga hakim keladi. Yoshligimga hakim keladi. Sog'ganim hakim keladi. Barakallah, Suyundik, rahmat. Butun mana shu ishkar o'rtoqlariga Safatmurodning sog'lik, omonlik, ishlaringizda omadlar tilab qolamiz. Sog' bo'lingizlar, doimo to'ylarda qatnashib yuringizlar. Baxt qasrini qurmoq bo'lsang, omad yo'lga yo'llasin. O'tib ketgan bobolarning pok ruhlari qo'llasin. Sizni ko'rib do'stlar doim havas bilan qarasin. Har qadamda yomon ko'zdan Alloh o'zi asrasin. Endi mana shu bugun Safatmurod akamizni hurmatlab kelgan oshnalar boboimizdan, kuyov jo'ralar, sizlarga to'ydan to'yga sovg'amiz bor. Hozir sizlar uchun bitta muzika bo'ladi. O'ynab kelib, davrada jo'shib prizaringizni olib ketingizlar. Marhamat, Safatmurod akamizning barcha oshnalarini davraga taklif etamiz. Kuyovlarimizni oshnalarini taklif qilamiz. Just
Sizlarni bir davramiz o'rtasiga taklif etsak, mana sizlar uchun atalgan shirinlik torta davramizga keltirilmoqda. Kuyov jumalar shampanskilarni ham tayyorlab turamiz. Oshnalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qani marhamat, keling-kuyovlar, sizlarga ushbu oldlaringizda bezatilgan shirinlik tortini kesishga ruxsat etamiz. Ay, barakalloh. Mana qadoqlar ham qo'yilmoqda. Bulut organizatsiya Ravon akamiz sog' bo'ling. Mana shu shirinlik tortini tayyorlagan qizimizning ellarina sog'liq. Keling-kuyovlarimiz. Hayotlaringiz tort kabi shirin bo'lsin. Shampanskidek jo'shqinli bo'lsin. Bir-birlaringizni sevib yashangizlar. Baxtli bo'ling, to'ylaringiz qutlug' muborak bo'lsin deya davramizga kelin-kuyovlarimiz uchun atalgan nikoh uzuklari keltirilsin. O'rtadagilar bizga kelin-kuyov ko'rinmayapti. Bir chetga chiqsangizlar iltimos. Bugungi aytilgan barcha orzular, niyatlar hosil bo'lsin deb kelin-kuyovlarning sha'niga qamoqlar ko'tarilsin. Davrani tutadi yon-yon, qadoqlar jarangga etadi parvoz. Mustaqil hayotning eshigin chertar, bir umr ahdlashgan ikki jur ovoz. Baxtli bo'ling yoshlar. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Qani endi Saxatmurat Fatima, mana bugundan e'tiboran siz bir oila bo'ldingiz. Oilangiz, baxtingiz, sevgingiz simvoli bo'lgan nikoh uzuklaringizni taqishga ruxsat etamiz. Bitta qaysinglar bo'lsa mehmonlarimiz. Ushbu nikoh uzuklaringiz sizlarni bir-birlaringizga, bir umrga abadiy bog'lab tursin. Doimo bir-birlaringizni sevib, sevinib yashangizlar. Turkmaniston davlatimizdagi eng baxtli oilaning bo'lishlaringizga tilakdosh bo'lib qolamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat akasi, yangasi, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Aziz do'stlarim, mabroni kengroq qolamiz.
bo'lsin sizning umringiz. Orzulardan oppoq ko'ylak kiydirdi olay. Oppoq xayr ro'molingda nafis ko'chechak. Oq poyondan sturfa gulga to'ldi ostonang. Bu dunyoning oq niyati sinsin kelajak. Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatdir shoh satrlarla, bezamoq chog'idir umr daftarim. Bugun albatta Sahat Murod akamiz Fatimaxon kelinimizning umr daftarining yana bir varag'i yozilar ekan. Albatta ular uchun esdan chiqmaydigan eng baxtli kun bo'lib qolsin deya kelin-kuyovlarimizni o'rtaga valsga taklif etamiz. Albatta Sahat Murod bilan Fatimaxon kelinimizni dunyoga keltirib, baxti voyaga yetkazgan ota-onalari sog' omon bo'lsinlar. Mana shu farzandlarning baxtiga quvonib, nevara chevara sevdirsinlar. Marhamat, kelin-kuyovlarimizni valsga taklif qilamiz.
Kattadan rahmat. Barakallah. Aziz do'stlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Rahmat san'atkorlar. Ishqor ochalım arkadaşlar, lütfen. Mehmonlar, mezbonlar. Mana albatta bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Kelingizlar, vaqtimiz bo'lmasdan oldin bir kelin-kuyovlarimizga duo olib hamda ular uchun to'yimizni jamlab berish uchun yo'ldosh bobosini yana bir bora mikrofonimizga taklif etsak. Yo'ldosh aka, marhamat davramizda bo'lsangiz kelib, yoshlarimizning bugungi to'yini jamlab bersangiz. Arkadaşlar, ışıkları açalım lütfen. Işıkları açalım lütfen. Duyuyor musunuz? Teşekkürler. Hurmatli mehmonlar, bugün mana Azamovlar oilasida juda ham bir ajoyib to'y bo'lib o'tdi. Bugungi to'yda qatnashgan barcha mehmonlarga, mezbonlarga, xizmatkorlarga, san'atkorlarga, operatorlarimizga, Ramon akamizga, mana shu klass düğün saloni xodimlariga, hammalaringizga kattadan katta rahmatlar aytamiz. Kelin-kuyovlarimiz baxti taxti bo'lsin, kelajagi porloq bo'lsin. Azamovlar oilasida doimo to'ylar to'yga ulashsin. Yo'ldosh aka, endi to'yimizni jamlasak, marhamat. Rahmat. Beşik toylar aşağıda oturup hanımlarla yaşarışsın. Olaylar geçti. Aram Fransa'da vatanımızda bir gülecekte İstanbul'da diğerli adam mısın dibinde yavaştan buna bir münazara atmasına çalışıyor. Davay. Hammamızga kelindarimizga rahmat. Yalaqi to'ylar açtık. Bundan bilib hammamizga biyashsak qilsin. Tıkmasdan avalansın. İşte hammamiz qatnashdik. Avamlar. Layla. Rahmat Yo'ldosh aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keling aziz mehmonlar, qo'l ochaylik duoga. İlticomuz şu onlar yetib borsin Xudoga. Hayotdan huzur topib baxtli bo'lsin 2 yosh, sevgisiga bir umr afti bo'lsin 2 yosh. Murod maqsadga yetib qalbi mehrga to'lsin. Har yil allalar aytib bolalari ko'p bo'lsin. Rohatini nasib etsin barcha ota-onaga, har xonadon aylansin. Shundayin to'yxonaga deb siz azizlar bilan yana ham to'ylarda diydorlashguncha xayrlashib qolamiz. Hozir gul siltash bormi qizlar? Agar tayyor bo'lmaslaringiz, albatta aziz do'stlar, shuning bilan to'yimizni yakunlaymiz. Ikkita qo'shiqdan keyin kelin-kuyovlarni yor bilan kuzatib qo'yamiz. Rahmat hammalaringizga. Shobahram Umbarov, ovozingizga ovoz qo'shilsin. Marhamat.